Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga o'zim zakaz uchun tayyorlaydigan Napoleon tortini ko'rsatib beraman. Ikkita Napoleon zakazga tushganida birato'la shuni videoga olib qo'ya qoldim. Ya'ni men ikkita Napoleon xamirini birdaniga qilaman. Siz esa buni yarimni qilganingizda bitta Napoleon chiqadi. Buning uchun bizga 600 gramm suv, 4 ta tuxum, yarim choy qoshiqdan уксус va 1 choy qoshiqdan tuz kerak bo'ladi. Men osh qoshiqda solganim uchun videoda kamroq ko'ringan. Hamma mahsulotlarni aralashtirib olib, muzxonaga olib qo'yamiz. Napoleonda hamma mahsulotlar muzdek holatda bo'lsa, Napoleonimiz juda ham o'xshab chiqishiga yordam beradi. Mana slivichniy maslamizni ham muzxonadan olib, tyorkadan o'tkazaman. Agar margarin ishlatsangiz ham, slivichniy maslo ishlatsangiz ham 82% bo'lgani ma'qul. Bu esa tortimizni qat-qat va slayonli bo'lib chiqishiga yordam beradi. Men ikkita Napoleon uchun 1 kilo 600 gramm unimizga 1 kilogramm slivichniy maslani qo'shib, tyorkadan o'tkazib urvoq qilib oldim. Mana urvoq ham qilib bo'ldik. Endi esa xamirimiz o'rtasini ochib, boyagi muzxonaga olib qo'yilgan suyuqligimizni solib, xamir qoramiz. Xamirga ko'p ishlov berilmaydi. Bu ham bitta siri Napoleon o'xshab chiqishiga. Faqat Napoleonni suyuqligini va margarin un aralashmasini bir-biriga yopishtirib olsak bo'ldi. Shuning uchun ham men Napoleon xamiriga juda ham ko'p ishlov bermayman. Videoda ko'rib turganingizdek konvertga o'xshatib 4 tomonni o'rtaga qilib bir-biriga yopishtiraman, bo'ldi. Mana idishimizdan stolimizga solib olamiz va yana testimizni, ya'ni xamirimizni bir-biriga birlashtirishni boshlaymiz. Urvoqlarini ham yig'ib olsak bo'ldi, xamirimiz tayyor bo'ladi. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Uni teng ikkiga bo'lib olaman, chunki menda ikkita Napoleon edi. Har bitta bo'lagidan 8 tadan zuvolacha kesib olaman, chunki bitta Napoleon uchun 8 ta zuvolacha bo'lishi kerak. Bittasi urvoq uchun 8-bo'lagini kichikroq qilsangiz, 7 ta bo'lagini esa teng bo'lak qilib olib, zuvolacha qilib olasiz. Zuvolaga ham juda ham ishlov berish shart emas. Keyin xolodilnikda 2 soat dam oldirishga olib qo'yasiz. Shoshilinchda yarim soatda ham qilsangiz bo'ladi, lekin qancha Napoleon xamiri xolodilnikda ko'proq tursa, shunchalik yoyish oson bo'ladi, ham yaxshi dam olgan bo'ladi. Iloji bo'lsa bir kun oldin qilib qo'ysangiz ham yaxshi. Tortimiz uchun krem tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 400 gramm slivichniy maslo hamda 2 tabak ложкада sug'ishoniy moloko kerak bo'ladi. Molokolarning grammi 1000 grammdan bo'lishi kerak. Slivichniy maslamiz xona haroratida turgan yumshoqqina bo'lishi kerak. O'shanda ko'pirtirish oson bo'ladi. Slivichniy maslamizni 3-5 minutgacha ko'pirtirib, oppoq rangga kelguncha ko'pirtiramiz. Videoda ko'rganingizdek ozroq essensiya qo'shib yubordim yoki vanilin qo'shib yuborsangiz slivichniy maslaning hidi unchalik bilinmaydi. Mana slivichniy maslamizni ham 3 minutda ko'pirtirib oldim. Endi esa kam-kamdan sug'ishoniy moloko qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Men mari moloko ishlataman, ya'ni rossiyskiy mari moloko ta'mini yaxshi qiladi. Oz-ozdan qo'shib krem tayyorlab olamiz. Napoleonga krem juda ham qattiq bo'lishi shart emas. Napoleonda o'z krem suyuqroq holatda bo'ladi. Hamma molokoni solib bo'lganingizdan keyin o'zi suyuqroq krem chiqadi. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa buni chetga olib qo'yib, xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Napoleon xamirini qo'rqmasdan unlab yoyavering. Men silikonli kovrik ustida yoyaman. Bu yoyishga juda ham yordam beradi. Keyin oldindan duxovkani qizdirib qo'ysangiz, 200 gradusda 10 minut, 8-10 minut davomida pishirib olamiz. Meni patnisimning razmeri 36 sm ga 35 sm patnis. Mana Napoleonimizni birinchi korjini ham yoyib oldik. Endi esa yoyilgan korjimizni pergament qog'oz ustiga qo'yib olaman. Men Napoleonlarni ko'pincha oldindan yoyib olganim uchun hammasini pergament qog'ozga qo'yib chiqib, keyin pishirib olaman. Har bir Napoleonni pichoq yoki vilka yordamida urib chiqsangiz, shishib ketmasligiga yordam beradi. Mana Napoleonimizni barcha korjlarini ham pishirib oldim. Napoleon korjlari xrustyashi bo'lib, qirsilloq bo'lib pishadi, ichlari esa qat-qat bo'lib pishadi. Videoda eshitganingizdek, Napoleonimiz juda ham mayin va xrustyashi qirsildoq bo'lib pishadi. Endi esa Napoleonimizni yig'ishni boshlaymiz. Men korjlarni kremlaganda ko'pincha chap tarafini qo'yaman, shunda kremni surtish oson bo'ladi.
Napoleonni kremlab har bir korji qo'ygandan keyin ustidan ozroq qo'lingiz bilan bosganingizda juda ham baland bo'lib ketmaydi. Mana hamma 7 ta korjimizni ham qo'yib kremlab oldik va urvog'imizni ustiga va yonlariga sepib Napoleonimizni tayyor qilib oldik. Mana birinchi Napoleonim tayyor. Endi esa ikkinchi Napoleonimni kremlashni boshlayman. Hammangizga videoni ko'rganingiz uchun rahmat aytib qolaman.